Bugun sizlar bilan iftorlikka harakat qilamiz. Hammani oilasida har xil kimdirlar bitta quyuq ovqat qilib, o'sha bilan ro'zani ochishadi. Kimdirlar bo'lsa har xil narsalar qilishadi. Lekin bizada turmush o'rtog'im ko'p narsa qilmagin. Ro'za ovqat yeyish uchun qilinmaydi deb aytadilar. Lekin shunda ham baribir hamma ro'za tutgani uchun qanaqadir nimadirlar pishirgim keladi va harakat qilaman. Lekin ko'p vaqtimni oshxonada o'tkazmayman. Soat 4 da boshlasam 6 gacha 2 soatda tayyorlab olaman. Bugun ham 3 xil narsa tayyorladim. Uchalasiga o'xshaydi 2 soat vaqtim ketdi. Ko'p vaqtim oshxonada o'tmasligiga harakat qilaman. O'zi aslida Ramazon oyida ibodatda ko'proq vaqtimiz ketishi kerak. Oshxonada ko'p vaqt band bo'lib qolmasligimiz kerak. Shuning uchun bugun ham men yufkani yarim tayyor xamir mahsulotlaridan ishlatib, hamma narsamni 2 soatda tayyorlab tashladim. Somsani ham yufkada ishlatdim. Bu somsa slayonni juda ham zo'r chiqadi va uydagilarga ham yoqadi. O'shaning uchun ko'p emas, bitta listiga shunaqa qilib pishirib oldim va ko'p vaqtim ham ketmadi. Juda ham oson, tez tayyor bo'ldi. Xamir xasibni bilmadim nimagadir yegim keldi. O'zi kechki paytga suyuq ovqat qilishga harakat qilaman. Bugun shunaqa quyuq ovqat bo'ldi. Xamir xasibni ham yaxshilab nachinqalarini tayyorlab olganimdan keyin ichiga solib, kesib o'rab chiqdim. Imенно shu xamiridan qilsanglar juda ham mazali chiqadi. Bularni ham listga qo'yib yuborganimdan keyin srazi Napoleonimni xamirlarini pishirib bo'lgandim. Tez ozgincha molokoni o'ziga shunaqa qilib nachinkasini surib chiqdim va Napoleonim ham shunaqa zo'r mazali chiqadi. Bizda Napoleonni juda ham yaxshi ko'rishadi, yufkani xamiridan qilinganini. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Sizlarchi ro'zada nimalar qilasizlar? Kechki paytga nechta narsa pishirasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.